Xullas, assalomu alaykum kanalimiz kuzatuvchilari. Mana hozir yomg'ir suvimizni ham bir qismini bitirib oldik. O'sha aytganimizdek, Gabarit Pro fittinglar va turbalari asosida bo'ldi. Mana konkret uklonlarni olib ko'rib turganlaringizdek, bu esa u tomondan keladi. Mana shu kelish qismi. Shu turbalar, shu turba mana bu yerda 45 graduslik traynikdan foydalangan va hammasi 45 gradus. Ato traynik mana har bir metrga klipsa urilgan shpilkada patologga qotirib shu keyin yomg'ir chiqib ketadigan joylarga kelib urilgan mana. Inshaalloh bu yerda ham kakshdik 45 gradusdan foydalangan. Xudo xohlasa inshaalloh kuzatib boring. Hali inshaalloh yangiliklar oldinda.